Tarixi bo'lmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi. Aynan shuning uchun bugun biz Boburiylar imperiyasi qay darajada qurilgani va qay darajagacha yetganini bilish uchun Humoyun muzeyiga keldik. Muzey sizga maqbara qanaqa qilib qurilgani, qanaqa texnologiyalar va fors me'morligi birlashganini to'laqonligicha ko'rsatib beradi. Boburning o'g'li Humoyun 1508-yili tug'ilgan va hayoti davomida bir necha marotaba Boburiylar imperiyasining podshosi bo'lgan va bir necha marotaba taxtdan ayrilgan. Oxirgi marotaba taxtdan ayrilganidan so'ng Fors imperiyasini podshosini yordami bilan yana qayta imperiyani qo'lga olgan va 1556-yili shaxsan o'zining kutubxonasidan yiqilib vafot etgan. Shu informatsiya sal shubhali emasmi? Kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring va qaynoq tur bilan har xil mamlakatlarga borib, sayohat qilib, tarixingizni o'rganing.